Ağalar, men üçün birinci orunda tezlik. Uka, uylangandan keyin tushunasan, komfort glавныйsi. Magara ikkinyam. Главныйsi безопасность. Maşın alacaqda hamma har xil yerinə etibar beradi. Misal üçün mənəm ko'p maşın almashtirganman. Biri zo'r, lekin rasxodi ko'p edi. Vau, mashinangiz вообще zo'r ekan. Bizga hassa boylansak kerak. Конечно, bugun yomon bo'ladi-ku. Benzinni ozanda so'radim. Bari. Biri komfort edi, lekin oilaviy emas edi. Yetdikmi? Hozir durum chelarman bor. Chejaning bor. 5. Birine umuman gap yo'q edi, lekin İndi normal maşın almasam bo'lmaydi. və nihayət mən hər tomonlama ideal maşın tapdım. Danusun Leapmotor C16 280 toklu özüdə 1150 gibrid tizimində 3 qatar, 6 o'rindiq ailənin barcha a'zolari sig'adi. Orqa qatarda monitor ham bor. Hozirda 25 ming so'm skidka bilan 400 ming so'mga xarid etsangiz bo'ladi. Bir pasport evazidan muddatli to'lov olmasangiz bo'ladi. Leapmotor O'zbekistonga rasman kirib keldi. Hamma viloyatlarda dillerlar bor. Bemalol xarid etsangiz bo'ladi. Rasmiy kafolatlar ham bor.